Mayli ishga chiqqaniki yoki ishdan tushganiki qisdan to'tko'cha eg'izi bo'lsin va yoki bayram damalish kunlarida uzun o'chirat tutiladigan yuqori sur'atli tosh yo'li bo'lsin. Mushuningdek ahvollar doim kishini bearam qiladi. Statistikaga asoslanganda kelib ketayotgan avtomobillarning ko'lami yo'l yuzi hajmining 40% ni egilganda qatnash iqimi yoki to'silib qolgan qadar tövellashga boshlaydi ekan. Ammo cho'millar dunyosiga kelganda ajoyib bir hodisani bayqaysiz. Ularning qatnashma o'xshashlar nihoyat aldirash bo'lib, yo'lning egilgan nisbati 80% yetadi. Ammo iqim miqdori tövellamaydi. Chunki har bir cho'mila o'z-o'zidan tanishib, kollektiv yashashning eng oxirgi nishonini amalga oshiradi. Undaqda insonlarga nisbatan aytganda biz aqli iqtidorli odamsiz haydash texnikasidan foydalanib, avtomobilni cho'milga o'xshash moslashib, hamkorlashib, qatnash unumini zo'r darajada yuqori ko'taramiz. Amaliyotda bu yerda tilga olingan shofersiz haydash avtomatik haydashning oxirgi nishonidir. Xalqaro avtomatik mashina injenerlari ilmiy jamiyati darajaga ayirish o'lchamiga asosan avtomatik haydashni 6 darajaga ayirishga bo'ladi. L0 darajadagi avtomobil butunlay shoferning haydashiga vakillik qiladi. L1 va L2 darajadagi avtomobil shoferga yordamchi bera oladigan darajani bildiradi. Lekin shofer chuqur har vaqt yo'l ahvolini ko'rsatib, hushyorlikni bo'shashtirib qo'ymaslik kerak. L3 darajasida alohida yo'l ahvoliga duch kelganda avtomatik haydashni tanlasa bo'ladi. Ammo avtomobil shofer haydashni iltimos qilganda chuqur shofer davomli haydash kerak. Qolgan L4 va L5 darajasiga kelsak, bu avtomatik haydashdagi eng ko'ngildagidek ahvol bo'lib, ya'ni shoferning mashg'ulot qilish ojiziz. Avtomobil o'zi barliq mashg'ulotni tamomlay oladi. Odamsiz haydashni amalga oshirish uchun chuqur sizish qatlami, tadbir belgilash qatlami va ijro qilish qavatidan iborat 3 tartibni o'z ichiga olish kerak. Masalan, ular ayrim-ayrim holda insonlarning ko'zi, cho'ngming sebab qo'lning o'rnini oladi. Oldi bilan sizish qavati, til kamera bo'lsa avtomobil quyruq chirig'i, qizil yeshil chiroq, avtomobil yo'l liniyasi, piyodalar yo'li qatorliqlarni tez sur'atda farqlantira oladi. Lekin yo'riqlik ojiz bo'lganda xatar kelib chiqishi mumkin. 2018-yil 3-oyda Uber'ning bir avtomatik avtomobilda odam so'qvatish hodisi yuz berdi. Chunki yo'ldan o'tib ketayotgan kishi dal xira rayonida bo'lib, til kamera tarafidan bayqalmagan. Shunga texmi ko'p muhit uchuriga erishish uchun yana radarning yordamiga muhtoj bo'lamiz. Millimetr to'lqinliq radar tuman, istiftak, changtuzan qatorliqlarni teshib o'tib, sistemani to'salg'ularning orliqi va surat uchuri bilan ta'minlaydi. Ultra ovoz to'lqinliq radar yaqin orliqdagi to'salg'uni tekshirib, avtomobilni avtomatik to'xtatish iqtidorini ishga oshiradi. Lazerlik radarning farqitishchanligi yuqori bo'lib, radiosi 60 metr ichidagi atrofdagi muhitni skanlab, sandiy surat hosil qilg'ili bo'ladi. Ularning har qaysining ortiqchiligi bor, ammo kamchiligi ham mavjud. Shunga ko'p senzorni birlashtirish texnikasini qanday ishga oshirish fan tadqiqot xodimlari yengishga tegishli qiyin nuqtalarning biri. Uchurga erishgandan keyin tadbir belgilash qatlamining bartaraf qilishiga, ya'ni avtomobilning orqa tarafiga o'rnashtirilgan asosli kontrol qilish kompyuteriga topshirib berishga to'g'ri keldi. U tez suratda sonliq ma'lumotlarni tahlil qilib, avtomobilning liniya planlashiga yordam beradi. Oxirida ijro qilish qavatiga joylashgan kontrol qilish sistemasi buyruq bo'yicha avtomobilni kontrol qilib olg'a ilgilay oladi. Navbatda Google tarmog'idagi Waymo va elimizdagi Baidu Tencent qatorliq shirkatlar L4 dan L5 darajagacha bo'lgan avtomatik haydash sinig'ini boshladi. Ammo real ahvolda avtomatik haydash iqtidoriga ega avtomobillarning 99% faqat L2 dan L2.5 darajaligicha bo'ladi. U shoferlarning xatarlik ahvollarni bartaraf qilishiga yordam beradi. Masalan, ICC aqli iqtidorliq o'zi moslashib chalash iqtidori orqali oldi tarafdagi avtomobillarni sizalaydi hamda bexatar orliq saqlay oladi. Qarshi taraf suratni astlasa, sistema avtomobilning suratini aslatib kontrol qiladi. Bexatarlik asli kelgandan keyin ondan aslidagi suratda davomli ma'noda. Yana biye bir avtomatik jiddiy tormozlash iqtidori bo'lib, oldi tarafdagi to'salg'ularni farq eta oladi hamda shoferlarga diqqat qilishni eskartadi. Agar shofer inkas qaytarmasa, sistema avtomatik tormozlab so'qilishdan saqlanadi. Bundan boshqa yana Lika avtomobil yo'lni saqlash yordamchisi, TGP qatnash qistonchilik yordamchisi qatorliq iqtidorlar bor. Ular garchi shofersiz haydash saviyasiga yetolmasa, lekin avtomobil haydash bexatarligi va ozodlikni zo'r darajada oshiradi. Shofersiz avtomobil texnikasi allaqachon amalga oshgan bo'lsa, lekin umumlashishiga va texnika pishib yetilishiga yana nurg'un jarayon ketadi. Bugungi mazmunlar mushada oyoqlashdi. Agar bu mazmun sizga zarar yaragan bo'lsa, bizni qo'llash yuzasidan yulduzdan bana savob qiling. Qo'llash shunchalik oddiy. O'zingiz qiziqadigan temalar bo'lsa, inkaslarida qoldirishni unutmang. Biz kelar sonda tayyorlaymiz.